shay'unlar. Do'stlar bo'lsa yoningda bari oson bo'lar. Boshingga kelsa kulfat yordamga kelar. Turba zavrlar olg'a, xavflar ketsin nari. Turba zavrlar olg'a, sarguzashtlar sari. Turba zavrlar olg'a, yordamga ucharlar. Qutqarishga shay'ular, sen chaqirsang bo'ldi. Turba zavrlar olg'a. Avtomagistral yo'lining bir qismida ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Voy. Shuning uchun ham yo'llarda tirbandlik paydo bo'lgan. Voy, buvijon sizga nima bo'ldi? Tishim og'rib qoldi. Zudlik bilan doktorga borish kerak. Avtobusga kechikkandim. Yo'llar esa tirband ekan. Endi hech qayerga ulgurmayman. Buvijon, xavotirlanmang, doktorga ham ulguramiz. Ajoyib, juda zo'r. Voy. Mana bu turishing unchalik emas. Nima? Lekin baribir yaxshi chiqdi. Senda iste'dod bor. Ha, juda ham iste'dodlisan. Buvimga yordam kerak. Uni zudlik bilan shaharga doktorga olib borish kerak. Nafaqat tez, balki zamonaviy uslubda olib boramiz. Sizlarning uchuvchi navigatoringiz doimo shay. Ya. Oh. Ya. Bu qanaqasi? Shaharga otlandingizmi? Xo'sh. Mashinani kim boshqaradi? Rostdanam, mashinani kim boshqaradi? Xavotirlanmang buvijon, mashina o'zi yuradi. Nimalarni o'ylab topishmaydi-ya bu odamlar. Voy. Voy. Ya. Hech qanday muammo yo'q. Shunchaki ortimdan yuringlar. Sen qara-yu, hech qanday muammo yo'q deganding. Burilish ko'rinmagan edi-da. Hech qanday muammo yo'q, shunchaki tezroq yuramiz. Tamom. Aytgandim-ku, yo'lda ta'mirlash ishlari, tirbandlik bor deb. Voy tishim. Xavotirlanmang buvijon. Hozir hammasi hal bo'ladi. Tushsang-chi, hozir yiqilasan. Bizda muammo bor. Tirbandlik, yo'lda chuqur bor ekan. Buvijonni esa tishi og'riyapti. Bolalar, sizlarni yordamingiz kerak. Turbazavrlar, olg'a! Bul, sen mana bu tuproqni tozalaysan. Tor, sen esa o'ra qaziysan. Trak, sen esa yo'ldan mana bu quvurlarni olib tashlab, o'rani ustini tekislaysan. Anki, sen quvurlar ustiga beton qoplamasini joylashtirishing kerak. Boshladik.
Menga yoqyapti. Bu menga yoqyapti. Qoyil! Olg'a! Zo'r mashina ekan-a. Mana bolajonlarim, meni shaxsiy asalli tortim. Yashasin, qoyil. Tish doktoriga miriqib borib keldik. Tishim ham umuman og'rimayapti. Qanday chiroyli pushti rangli mashina ekan. Alo, eshityapsizmi? Ertaga menga o'zini boshqaradigan mashina yuboringlar. Pushti rangidan bo'lsin. Nima? Qanaqasi ekan? Tushuna olmadim. Ajab tovur yangilik. Shahar yaqinidagi bog'larning birida sayohatchilar tomonidan dinozavrga o'xshash jonzot aniqlandi. Voy tavba, o'zlari o'ylab topishyapti. Lekin baribir dadangiz do'stlari bilan o'rmonga borib, bu noma'lum jonzotni qidirib ko'rishadi. Turbazavrlarni ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Rahmat buvijon. Rahmat. Sen esa bugun yonimda bo'lasan. Yana bo'tqayni oxirigacha yemabsan-ku. Ular bu yerda yo'q. Nahotki ularni tutib olishgan bo'lsa? Bo'lishi mumkin emas. Mana qayerda ekansiz? Sizlarni axtarib yurgandik. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Sizlarni qidirishmoqda. Tezroq bu yerdan ketish Ular kerak. sizni topishmoqchi. Balki qo'shni o'rmonga borib turarsiz. Qayerga ham borardik? Bizni uyimiz shu yer. Bir necha ming yillardan buyon Ha. Kataki odamlarga dinozavrlar xavfli emasligini aytamiz. Bizga kim ham ishonardi? Undan keyin bizni o'rmonga qo'yib yuborishmaydi. Biz haqimizda aytishni keragi yo'q. Anchadan buyon yashirinamiz. Bundan keyin ham yashirinishda davom etamiz. Topdim. Biz odamlarni yolg'ondan qo'rqitamiz. Buning uchun o'yinchoq dinozavrlar yasashimiz kerak. Odamlar o'yinchoqdan qo'rqadi deb o'ylaysanmi? Hamma o'sha amaki o'yinchoq dinozavrni haqiqiy deb o'ylabdi deyshadi. Ha nima? Menimcha Petya ajoyib fikr bildirdi. Rostdan ham bu mavjudot kimnidir qo'rqitadi deb o'ylaysizmi? Nima senga yoqmayapti, Trak? U ko'proq yoqimtoy jonivorga o'xshaydi. Agar uni rezinadan yasasak, u bilan birga mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Boshqa taklifing bormi? Buni o'rniga dinozavr yasash kerak. Nega? Nima uchun? Ana bo'lmasam. Ha mayli, dinozavr bo'lsa bo'la qolsin. Buni qarang. Ana endi haqiqiy qo'rqinchli bo'ldi. Meni nimadan yaratar ekansiz? Xo'sh, Ha, Albatta yog'ochdan. Biz axir o'rmondamiz. Atrofga qarang. Bahonada o'rmon ham toza bo'ladi. barakalla Katya, aqlingga qoyil. yog'ochdan emish. Turbazavrlar olg'a.
Nega sen yordamlashmayapsan? Meni namuna sifatida sizga foydam tegadi. Quyib qo'ygandek o'zimi. Hozir buzib qo'yasiz. Qani kesh. Qo'rqinchli maxluqni topishibdi. O'rmonni o'rtasida turgan emish. Kimdir yog'ochdan haykal yasab qo'ygan ekan. Sayohatchilar esa uni haqiqiy dinozavr deb o'ylashibdi. Dadangiz do'stlari bilan yog'och dinozavrni shahar markaziga olib kelib o'rnatishdi. Biz uddasidan chiqdik. Buni Trakka ko'rsatish kerak. Juda xursand bo'ladi. Ko'rinishingiz juda yaxshi. To'nog'ichingiz sizga rosa yarashibdi dedi. To'nog'ich? Qanaqa to'nog'ich? Yo xudoyim, uni yo'qotib qo'yibman-ku. Buvijon, xafa bo'lmang. To'nog'ichni oxirgi marta qayerda ko'rganingizni bir eslab ko'ring-chi. Ha, Buvimning aytishicha, sartaroshxonadan chiqqanda to'nog'ich kiyimida bo'lgan ekan. Demak, ancha keyinroq yo'qolgan. Petya, axir buvim bugun bir necha joyga bordi-ku. Topish ham unchalik oson bo'lmaydi. Imkonsiz narsani o'zi yo'q, lekin bizga yordam kerak. Sartaroshdan chiqqach, buvim ko'cha bo'ylab yurgan, mana bu yerdan burilgan, maydondan o'tgach esa yana bir marta burilgan va savdo markaziga yetib borgan. Uyga esa taksida qaytdi. Biz haydovchiga qo'ng'iroq qildik. Mashinada to'nog'ich yo'q edi dedi. Demak, faqat shaharni izlash qolibdi. Buvi qayerlarda yurgan bo'lsa, o'sha yerlarni yaxshilab izlab ko'rish kerak. To'g'ri. Tor, bu ko'cha senga tegishli. Bunisi esa senga. Anki, sen mana bu yerni izlaysan. Biz esa savdo markazini izlaymiz. Trak esa qoladi. U shaharga chiqa olmaydi. Men-chi? Men nima qilaman? Zer, seni vazifang esa to'g'nog'ich topilsa bizga xabar berish bo'ladi. U juda kichkina, shuning uchun diqqat bilan izlanglar. Menda bir fikr bor. Balki Tobikni birga olib ketarmiz. Balki u buvimni izini topib, to'nog'ich yo'qolgan joyga olib borar. Menimcha, Tobik bizga xalal bermaydi. Turbozavrlar, olg'a! Tobik, izla. Voy! Nari tur. Yo'q, Tobik. Biz sosiska izlamayapmiz. Tobik, shoshma! To'xtasang-chi. Xo'sh, nimani bilib oldik? Tobik sosiskani yaxshi ko'rishni-yu, velosipedlarni yoqtirmasligini. Bu safar nima ekan? Yana sosiskami yoki velosipedmi? Petya, u to'nog'ichni topdi. Topdi? Qayerdan? Zer, unga yeta olasanmi? Albatta, istalgan joyimga yeta olaman. Bu meni o'ziga xosligim. Hech kim qarshilik qila olmaydi.
bo'lmasam, endi nima qilamiz? Har qanday muammoning albatta yechimi bor. Zer, hamma turbozavrlarni to'pla. Ularni katta ishlar kutyapti. Bul va Tor, sizlar suv quvuri yonini qaziysiz. Anki, sen esa uni ko'tarasan. Biz esa to'g'nog'ichni olib, quvurni joyiga qo'yamiz. Sen esa qo'lingdan kelganini qilding, Zer. Turbozavrlar, olg'a! Ana, Qoyil. Buvim xursand bo'ladigan bo'ldi. To'nog'ichimni topganingizdan judayam xursandman. Uni topishingiz oson bo'lmagandir-a? Qo'ysangizchi, buvijon. bugun namoyishning oxirgi kuni-ku. Sen ham bu multfilmni tomosha qilmoqchi eding. Yo'q, Petya. Biz kinoga bormaymiz. Nima uchun, Katya? Voy! Mana shuning uchun biz uni yolg'iz tashlab keta olmaymiz. Hammaga salom. Bolalar, nega bu yerda o'tiribsizlar? Biz sizlarni rosa kutdik. Buvijonim tish doktoriga ketayotib, bizga Ippolitga qarab turishimizni tayinladi. Shuning uchun uyda sho'ppayib o'tirishimiz kerak. Unga e'tibor berma. U kinoga borgisi kelayotgandi. Shuning uchun hammaga zaxlarni to'kib sochyapti. O'rningizga boshqa birov qolib tursa bo'lmaydimi? Kim? Masalan, men kichkintoyni bilaman, u menga o'rgangan. Unday bo'lsa, bir necha soatga yo'qligimizni sezdirmay tura olasanmi? Biz tezda qaytamiz. Ippolit. Ippolit. Oy. Bu nimasi, nimalar bo'lyapti? Bolalar, berkinmasangiz ham bo'ladi. Jahlim chiqqani yo'q, to'pingizni oling. Ippolit. Voy. Seni ko'rib qolishlari mumkin-ku. Men bolani eplolmay qoldim. U yo'qolib qoldi. Nima? Faqat vahima qilma. Do'q qolgan turbozavrlarni yordamga chaqir. Ippolit uzoqqa ketmagan bo'lishi kerak. Voy. U hech qayerda yo'q. Balki uyga berkinib olgandir. Bul, biz uyni hamma joyini qaradik. Aqlim bovar qilmaydi, qayerga ketdi? Ippolit Nora xolaning mashinasida ketdi. Shoshmay tur, Ippolit. Biz ularga yetib olamiz.
Biz uni qayerga ketayotganini ham bilmaymiz-ku. Demak, bo'linishimizga to'g'ri keladi. Trak, ularni topishda yordam bera olasanmi? Hoziroq o'rmonga qaytishing darkor. Hamma qiziqarli voqealar mensiz bo'ladi-ya. Sen ham shu yerda qolasan. Biz Ippolitni topib kelgunimizcha buvim qaytib kelishi mumkin. Ha, Turbozavrlar olg'a! Nega to'xtatding, Tom? Yo'l yopiq ekan, u bu yerdan o'tmagani aniq. Voy. Voy. Ana xolos. Endi g'ildiraklarni almashtirishimga to'g'ri keladi. Ha? Qarangki, axir bu biz qidirayotgan mashina-ku. Biz ularga mashina bilan Ippolitni olib borsak, juda xursand bo'lib ketishadi. Salom. Biz mashina bilan Ippolitni topdik. Voy. Mashinani joyiga qaytarishingizga to'g'ri keladi. Teshirgan g'ildirakni ham almashtirib qo'ying. Ha, mashinamni g'ildiragini almashtirishim kerak. Endi hojati qolmabdi. Alo, mashinamni o'g'irlab ketishibdi. Voy, o'g'irlashmagan ekan. Hatto g'ildiraklari ham joyida. Mo'jizani qarang-ya. Yana qancha davom etadi? 3 kundan buyon chelakdan suv quygandik, tinmayapti-ku. Radioda yaqinda to'xtaydi deb xabar qilishdi. Ana, yomg'ir ham tindi. Yashasin! Iyo, Zer juda g'alati rasm yuboribdi-ku. Qara. Ha, omadsiz rasm bo'pti. Menimcha, u bizni yordamga chaqiryapti. Qara, ust-boshi ho'l bo'lib ketgan va qandaydir xodaga yopishib olgan. To'ppa-to'g'ri, balki u tuzoqqa tushib qolgandir. Uni qutqarishimiz kerak. Menimcha, bu o'rmondagi ko'l. Cho'kib ketsa nima bo'ladi? O'sha tomonga yugurdik, bo'la qol. Salom. Ha. Qayerga shoshyapsizlar? Zerni qutqarishga ketdik. Yo'lda aytib beramiz. Zer, senga nima bo'ldi? Mana bu yerda yomg'irni suratga olayotgandim. Suv meni o'z nomiga tortyapti. Mana, kelganingizdan juda ham xursandman. Meni qutqaringlar, iltimos. Menda bir reja bor. Suvni sun'iy hovuzga o'tkazish kerak. Yonidan nari qaziymiz. Ha? Suv ketadi va biz seni qutqaramiz. Hammani yordamga chaqiramiz. Katya ikkimiz qolganlarni chaqirib kelamiz. Tor va Trak sen bilan qolishadi. Qolganlarni kutib nima qilamiz? O'zimiz ham qazib tashlaymiz-ku. Ha, to'g'ri. Ularni bir hayron qoldiraylik.
Tezroq yuringlar. U yerda suv. Biz shunchaki ariq qazigandik. U esa suvga to'ldi. Biz yaxshi bo'lsin degandik, lekin suv yanada to'lib ketdi. Ariqni tepaga oqadigan qilib emas, pastga oqadigan qilib qazish kerak edi. Idishlarning o'zaro uzvilik tamoyili. Tepadagi suv pastga oqib tushadi. Petya, tushuntirib o'tirishga vaqt yo'q. Zerni qutqarish kerak. Xullas gap bunday. Bul va Tur ariq yo'lini yoping. Hoziroq. Zer butunlay cho'kib ketmagunigacha ulguringlar. Bor kuchim bilan chirayapman o'zi. Torbozavrlar, olg'a. Men nima qilay? Anki senga mana bu xodalarni beradi. Sen esa to'siqni yanada mustahkamla. Menimcha ulgurdik. Zer qutqarildi. Negadir bunga amin emasman. Senga shunchaki kuch bergim keldi. Minnatdorman, shundoq ham kuchim yetarli. Endi esa suv pastga oqishi uchun boshqa ariq qazishimiz lozim. Voy. Unda ishga kirishamiz. Shoshma. Rejamiz bunday. Avval daraxt xodalaridan to'siq quramiz. Keyin esa mana bu yerdan pastki chuqur tomonga boshqa ariq qazishni boshlaymiz. Muhimi suv qiyalik bo'ylab ketishi shart. Tushunarlimi? Turbozavrlar olg'a! Ana u yerga, o'sha yerni chuqurroq qazinglar. Endi esa bu tomonga. Ana shunday. Hammasi tayyor. Endi esa eng muhim ishni qilamiz, ya'ni to'sni olib tashlaymiz. Uni men olib tashlay, iltimos qilaman. Qoyil, suv oqib ketsin. O'zaro uzvilik tamoyillariga asosan oqib ketyapti. Ozodlik. Menda bir fikr bor. Meni qutqargan qutqaruvchilarni rasmga olmoqchiman. O yo'q, faqat yana yomg'ir yog'masin.